Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega Minecraftda maksimal stack aynan 64? Nega 50 emas? Nega 100 emas? Agar 67 bo'lsa nima bo'lardi? Bugun shuni sabablarini ko'rib chiqamiz. Birinchi sabab dasturlash siri. Minecraft bu kompyuter o'yini, kompyuterlar esa ikkilik tizimda ishlaydi. 64 bu 2 ning darajasi, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 2 ning 6-darajasi. Dasturlashda 2 ning darajalari bilan ishlash juda qulay va tezroq bo'lgan. Shuning uchun 64 texnik jihatdan ideal son edi. Ikkinchi sabab dunyo tuzilishi. Minecraft dunyosi chunklarga bo'lingan. Bir chunk 16 ga 16 blokka teng. 16 ham 2 ning darajasi. O'yindagi ko'p tizimlar 2 asosida qurilgan. 64 ham shu sistemaga mos tushadi. Bu tasodif emas. Uchinchi sabab eski kompyuterlar. Minecraft ilk versiyalari chiqqan kompyuterlar hozirgidek kuchli emas edi. Agar stack 100 yoki 999 bo'lganda serverga yuk oshardi. Xotira ko'p ishlatilardi, lag va bug ko'payishi mumkin edi. 64 esa xavfsiz va balansli tanlov bo'lgan. To'rtinchi sabab o'yin balansi. Tasavvur qiling, agar stack 100 bo'lsa, resurs tashish juda osonlashadi. Inventar juda kuchli bo'lib ketadi. O'yin esa yengillashadi. 64 esa cheklov beradi. Cheklov esa qiziqarlilik beradi. Qisqa qilib aytganda, agar 64 emas 100 ta bo'lganda o'yin juda ham zerikarli bo'lib qolardi. Lekin hammasi ham 64 emas. Masalan, Ender Pearl 16 ta. Ba'zi itemlar umuman stack bo'lmaydi. Bu ham o'yin balansini saqlash uchun. Demak, 64 bu shunchaki tasodif emas. Bu dasturlash qulayligi, tizim strukturalari, eski texnika cheklovi va o'yin balansi. Endi aytingchi, agar stack 100 ta bo'lganda yaxshi bo'larmidi? Kommentariyada yozib qoldiring.